Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Golland tili grammatikası dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün ən axırqı dərs, yəni bunu dərs desək sel artıqca bo'lib qoldi, lekin grammatika dərsimizdən qısqacha sizlərə düşüncə beriş və yürək sözümüzü ifadələş məqsədilə yana bu videonu tayyorladik. Yəni bunun da asasıq dərs tizimligi və ən axırqı sizlərə bo'lğan yürək sözümüz ifadələndi. Şundaq qılıb bugün Allah'ın rəhməti bilən, həm də ötən il başlagandıq bir grammatika dərslərini yollashni Allah'ın rəhməti bilən 60 qismdən tərkib tapqan, 0 səviyyədən taki 5-ki səviyyəgacha öyrənген Golland tilini öyrənətqan hər qanday bir o'quvchi foydalana oladigan dərsliklərimiz YouTube'ga to'liq yollandı. Bu dərsliklərni tayyorlash jarayonida biz har xil til o'rganish materiallaridan, grammatika kitoblardan foydalandik. Dərslərni qiyinlik dərəcəsi bo'yicha tərtibga tizilgan holatda yapmaqdik. Yəni qo'limizdan kelgan shaklda eng yaxshi shaklda tayyorlashga tirishdik. Endi bu darslarni yollash jarayonida bizga izchil turda madad bergan YouTube kanalimizga a'zo bo'lgan, hozir YouTube kanalımızda jami 475 a'zo bor ekan. Mush a'zo bo'lgan 475 qarindishimizga har qitimliq darsni yollagandan keyin izchil yaxshi ko'rish belgisini bizga ma'naviy jihatdan madad bergan qarindoshlarimizga, darslarimizni boshqalarga tavsiya qilganlarga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Chunki ancha-muncha darslarni boshqa tanishlaridan, do'stlarining tavsiya qilishi bilan bu YouTube kanalga qatilganligidan iborat xabarlarni, uchurlarni ham anglab turamiz. Shun qisqasi, mayli a'zo bo'lganlar bo'lsin, darslarimizni yaxshi ko'rganlar bo'lsin, izchil turda anglab kelayotganlar bo'lsin, hammanglarga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ondan biz bu darsliklarni tayyorlash jarayonida hamda qo'limizdan kelishicha eng yaxshi shaklda, eng to'g'ri shaklda tayyorlashga tirishdik. Lekin biz bir inson bo'lganligimiz uchun, ham Golland tili bizning ona tilimiz bo'lmaganligi uchun, Golland tilini biz ham sizlarga o'xshashlar Gollandiyaga kelib o'rganishni boshlaganligimiz uchun albatta bu darsda mayli mazmun jihati bo'lsin va yoki texnikalik jihatlarda bo'lsin, biz diqqat qilmagan, bizning ko'zimizdan qochgan yetersizliklar bo'lish albatta muqarrar. Şun buna yetersizliklarni bayqagan vaqtinglarda ko'rsatib turishinglarni, hammadan muhimi duolaringlarda aslab turishinglarni, ham ehtiyoji bor qarindoshlarga taqib qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Ondan bu darsni oson qaysi mazmunga ehtiyojli bo'lsanglar, shu mazmunni oson foydalanishinglar uchun dars tizimligini tuzib chiqdik. Bu ders tizimligi Facebook kanalimizga yo'llandi, ham ders to'plariga yo'llandi. Shun bu ders tizimligini saqlab olib, qaysi darsga ehtiyojinglar bo'lsa, tizimlikdan osonlik tepib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Eng oxirida yana hammanglarga yana bir qitim rahmat aytamiz. Hamda bu darsimiz bilan Golland tili o'rganishdagi planlarimiz to'xtab qolg'isi yo'q. Bu Golland tili grammatikasi darsini yollash mushu yillik planimizning, mushu yillik 3 turlik planimizning birinchisi. İnşallah qolgan 2 turlik planlarni pat arada sizlar bilan yuz ko'rishgusi. Şun bunun uchun duolaringlarni aslab tug'aysizlar. Keyin qitimliq darslarimizni ko'rishayli. Hammanglarning Golland tili o'rganish safaringlarni Alloh oson, xayrli qilib bersin, omon bo'lgaysizlar.